Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'rib turgan bu loyihamiz aynan Burj Xalifadan taxminan 20 metr uzoqlikda joylashgan Dubaydagi eng mashhur quruvchi kompaniyalardan biri Danube quruvchi kompaniyasidan sotuvi boshlandi. Xo'sh, ko'rib turgan bu master klassimiz 3 fazadan iborat. Birinchi fazasi allaqachon mana bu tomon sotib bo'lingan. Xo'sh, ikkinchi fazasi mana bu o'rta qism va ikkita ko'rib turganingizdek binolar sotuvga qo'yilgan. Xo'sh, undan tashqari 3-fazasi esa o'ng qo'lda. Har doimgidek 40 dan ortiq qulayliklariga ega va ko'rib turganingizdek birinchi liniyadagi barcha villalar sotib bo'lingan, birinchi faza sotib bo'lingan. Endi ikkinchi fazasi sotuvga chiqqan. Xo'sh, unda ko'rib turganingizdek townhouse'lar, ya'ni kottejlar o'rtacha kattaligi 220 kvadrat metrdan boshlanadi. Summasi esa $1 million boshlanadi. Xo'sh, 5 xonali townhouse'lar, ya'ni kottejlar esa 1.2 million dollardan boshlanadi. Va ko'rib turganingizdek mana bu binolardagi xonadonlar esa plus minus o'rtacha 220 ming, 230 ming AQSh dollardan boshlanadi. Atiga 5% boshlang'ich to'lovni berib, siz Dubaydan mana shunaqa chiroyligina kottej va xonadon egasi bo'lishingiz mumkin. Darvoqe shoshilib qolinglar, allaqachon Dubayda ko'rib turganingizdek juda ko'p mijozlar kelishni boshlagan. Faqat yana shoshilinglar. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun bizga bog'laning. Assalomu alaykum va rahmatulloh.